Kivi immunitetni kuchaytiradi, ich qotishini kamaytiradi. Shaftoli ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, stressni kamaytiradi. Banan yurak ritmini tiklaydi, qon bosimini pasaytiradi. Olma ichak faoliyatini yaxshilaydi, qonni xolesterindan tozalaydi. Uzum miya va yurakda qon aylanishini yaxshilaydi. Men psoriazman. Teringizni quruq, qipiqli va qichishadigan qilaman. Agar vaqtida davolanmasangiz, sizni uzoq vaqt bezovta qilaman. Men ekzema kasalligiman. Terini qizarib, qichishib ketishiga sabab bo'laman. Qashsangiz men yanada kuchayaman. Mendan qutulish oson emas. Men temiratki kasalligiman. Terida dog'lar chiqaraman va tez tarqalaman. Agar meni davolamasangiz, butun tanaga yoyilaman. Bugun qancha soch to'kilayotgan bo'lsa, ertaga undan 2 barobar ko'p to'kiladi. Agar bu gap hazildek tuyulsa, hozirning o'zida videoni o'tkazib yuboring. Zaif ildizlar esa bir kunda emas, asta-sekin kal bo'lishga olib keladi. Lekin agar hech bo'lmasa bitta sochni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, unda yaxshilab eshiting. Bu ildizlar ichidan zaiflashayotganining signali. Kokos moyiga karri bargi solib qaynatib oling. Haftasiga 2 marta surting. Shunda ildizlar yana kuchga kiradi. Agar bu foydali bo'lsa, videoni eng ko'p muhtoj bo'lgan odamga jo'nat. Men buyragingman. Kola ichasan, energetik ichasan, meni sahroga aylantirding. Yana beling og'irsa o'zidan o'zi og'riryapti deysan. Avval suv ichishni o'rgan, suv. Men oshqozoningman. Yarim tunda yana fast foodmi? Meni axlat qutisi deb o'ylayapsanmi? Keyin jig'ildoningni qaynatsam, darrov Google ga gastrit belgilari deb yozasan. Avval nima yeyotganingni o'yla. Hey, men miyangman. Faqat yeysan, yotasan. Sport qani, harakat qani? Keyin xotiram susayib ketyapti deysan. Harakat ham qilib tur. Men ko'zlaringman. Tungi soat 3 da ham reels ko'ryapsan, qizarib ketdim-ku. Telefonni uzoqroq tut. Keyin xira ko'ryapman deysan.